Baxtsiz oilada ayol kishi faqat farzandlari uchun chidab yashashi qanchalik to'g'ri? Avvalambor ikkala tarafni ham o'rganish kerak. Erkak har kuni ichib kelib, zulm qilib, ayolini kaltaklab, jonidan o'tkazib urayotgan bo'lsa, ayol unday joyda qolmasligi kerak deb o'ylayman. Ba'zi ayollar farzandlari uchun chidab qolishni tanlaydi. Ular farzandim otasiz o'smasin, oilam saqlanib qolsin deya sabr qilishadi. Lekin oilada janjal, zo'ravonlik, haqorat bo'laversa yoki sovuqlik bo'laversa, farzandlar ham bu muhitdan ta'sirlanadi. Ba'zida farzandlar ota-onalar birga yashashayotganiga emas, aksincha oiladagi sog'lom muhitga muhtoj bo'lishadi. Bular albatta mehr, hurmat, xavfsizlik, xotirjamlik hisoblanadi. Shuning uchun ham farzandlar uchun chidab yashash har doim ham to'g'ri yechim bo'lavermaydi. Har bir vaziyatni alohida baholash kerak. Sizningcha ayol farzandlari uchun zulmga chidab yashashi kerakmi? Fikrlaringizni izohda yozib qoldiring.